Assalomu alaykum. Ovozli kitob Android nusxasi yangilandi. Hozir sizlarga bu yangi nusxasini bir tanishtirib o'tamiz. Bu appni ochgandan keyin bu ko'rinim yuzi iOS nusxasi bilan tamamen o'xshash. iOS nusxasini ko'rib boqmaganlarga men iqtidorini bir tanishtirib o'tay. Boshpatni ochgandan keyin bu boshpatda avval kitobninki kategoriyalarini tanlaydigan bunda serilma ramka var üst tarafta. Bu yerden xohlagan bir türünü tanlab, şu turdagi kitobni olsak bo'ldi. Yani bu türlerning birincisi de boshpat tab. Yani bu birinchi tabkida anglayotgan kitoblar va tavsiya kitoblar deb ikki bo'lak bor. Anglayotgan kitoblar biz anglagan kitoblarimizni tez topa olishimiz uchun qo'shildi bu. Masalan, men bu yerda hozir tizimlikdan bir kitobni Anyurtning 3-qismini masalan tanlab buni qo'ysam, buni anglagandan keyin hemen boshpatga qaytsam, bu yerda anglayotgan kitoblar deganninki qatoriga Anyurtmi qaytildi hozir. Yani shundaq bizning anglayotgan kitoblarimizni tezla topa olishimiz uchun bu bo'lakni qo'shib qo'ydik. Endi bu tavsiya kitoblar avlod korpusiniki o'sha tavsiya kitoblari. Demak, boshpatda shu ikki bo'lak bor. Endi kitobdan ma'lum bir kitobni biz tanlasak, tanlagandan keyin bu ovoz qo'yish betiga kirdi. Ovoz qo'yish betininki üst tarafda hozir qo'yilayotgan bo'lim. Ondan bu bo'limni biz oldi keyiniga o'tkazib olishimiz uchun bu yerda bir serilma ramka bor. Buni serib xaloyiga keltiramiz. Sol tarafda hozir kelgan o'rin, o'ng tarafda hozir anglayotgan bo'limninki uzunligi chiqib turdi. Endi bu ostidagi konubkalar bu oldingi bo'lim, keyingi bo'lim. Bu bo'limlarni almashtirmoqchi bo'lsak, ham shundaq besib almashtirsak bo'ldi. Ondan bu konubka 30 sekund oldiga 30 sekund keyiniga mashqlar konubka bu oldi keyiniga tez surmoqchi bo'lsanglar bu konubkani ishlatsanlar bo'ldi. O'tirdik konubka qo'yish va to'xtatish konubkasi. Hamda bu ostida 3 tal konubka bor. 3 tal konubkaninki soldagi birinchisi ovozniki qo'yish tezligini kontrol qilgan konubka. Masalan, hozir normal qo'yilayotgan normal surat. Buni bir bassak 1.25 suratda qo'yiladi. Yani bir bassak 1.20, bir bassak 1.75, yani bir bassak 2, yani bir bassak yerim suratda, 4.3 suratda, aniki normal suratga qaytadi. Bu suratni ham shunday kontrol qilsak bo'ldi. Endi o'tirdik konubka. Agar ma'lum bir kitobni biz yaxshi ko'rsak, buni belgi qo'yib olsak deb en soldan konubkadan birini qo'shib qo'ydik. Endi o'ng tarafdagi konubka uxlashning oldida ma'lum vaqt to'g'rilab qo'yib, shu vaqtdan keyin o'zi avtomatik to'xtab qolsin deb shundaq qila olsak yaxshi bo'ldi deb ba'zi ota-onalar shundaq talabni o'tirib qo'yganlik uchun qaytilgan bir iqtidor. Masalan, 5 minut deb tanlasak, bu yerda ta'tir sınaqni boshlaydi. 5 minutdan keyin qo'yilayotgan bo'lim o'zidan to'xtaydi. Endi ostida bo'limlar ko'rinib turdi. Bo'limlar ko'rinib turdi. Endi har bir bo'limninki, ramkasininki o'ng tarafda bo'limninki numeri, sol tarafda tushirish konubkasi bor. Agar to'g'risiz holatda anglamoqchi bo'lsanglar, tushirish konubkasini bossanglar, bu telefonning o'ziga tushadi. Endi to'g'ri yo'q sharoitda buni anglay olasizlar. Bu tushirish konubkasining ishlatilishi. Endi ma'lum bir bo'limni
biz anlap mesela birinci bölümden hazır 22 minutda keldik. Ma bölümni biz anlap tügüteyli. Mesela ben hazır 38 minutlik näsken bu. 38. minutga keltedim. Keltügendan keyin ma hazır ma bölüm anlap bolgandan keyin qarasanglar miyage anlap bolgan bölümge belgi qo'yiladi. Hazır sal saqlayli 10 sekund. Hazır ma bölüm atlagandan keyin ma bu birinci bölümni anlap bolding deb bu yerda belgi qo'yib berdi bizga. Bu hamda her bir bölüm ramkasınınki iqtidarlari. Hazır hamda ma tushib bolgandan keyin biz ma yan tizimlikdan tushunganlarim degan qarasak, bu yerda ma'ni yurt romani 3-tomninki ücreti tushganini bu yerdan ko'ralaysizlar. Agar tushgan bölümni juvib etmoqchi bo'lsanglar, bu yerdan juvib etkili bo'ladi. Hamda yana biz bosh betga qaytgandan keyin bosh betda qarasanglar ost tarafda hozir qo'yilayotgan ücretini tez topa olishimiz uchun bunda qo'yish ramkasi bor. Buni bossak qo'yilayotgan bölümge qaytalaymiz. Hamda bu yan tizimlikning iqtidorlarini bir tanishtirib o'tay. Yan tizimlikda birinchisi bosh betga qaytamiz. Ikkinchisi anlaganlarimda biz anlagan bölümler bu yerda tizilib chiqadi. Bizningki bosh betdiki anlayotgan kitaplar degan chizilgan kitaplar aşağıdaki xotirlik bo'lganligi uchun chiqadi. Agar biz ma'lum bir kitapni xotirlardan yuzlasak, masalan, men anglaganlarimning ishidan izni yuzib etsam, endi bosh betga qaytsak, izlagan kitap bu yerdan yo'qaydi. Bu hamda bosh betga anglayotgan kitaplarni qandaq qo'shib yo'qotishni şu yan tizimlikdeki anlaganlarimdan tozalab etsanglar, yerdan yo'qaydi ekan deb shuni bilib olsanglar bo'ldi. Bu anlaganlarim degan bu tizimlik ham tushunganlarim bu yerdan ko'rib o'tdik. Bu tushungan bölümlerini bu yerdan topa olasizlar. Endi appga baho berish, tavsiya applar degan tavsiya applarda avlod korpusining loyihalgan butun applari bor. Appga baho berangda agar bu appni yaxshi ko'rsanglar, bizga yerda yulduz berib bir baholaringlarni yozib qo'ysanglar xo'sh bo'lamiz. Andan app uslubi deb qarang uslubni yaxshi ko'rdiganlar uchun qarang uslubni qaytib qo'ydik. Qarang uslub deganni tanlasanglar, bundaq shaklda appning ko'rinishlari chiqadi. Hamda oxirgi bir iqtidor izlash. Agar kitobning ismi bo'yicha ma'lum bir kitobni tez topmoqchi bo'lsanglar, ayetning kategoriyalarni sirib tepishning o'rniga miyadning ismini kirgiziblar. Mayadiki izlash ko'nikmasini bosanglar, ko'nikma taqsidiki kitobni topa olasizlar. Bu izlash iqtidori. Demak, yangi nashr avval kitob ibtidolning iqtidori mushular. Yoqtirishinglarni umid qilamiz. Salomat bo'linglar. Allohga emanet.